Xonalar razdeli, pastki etajdan Yevro remontdan chiqqan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 12-kvartalda joylashgan 2 xona 2-qavatda joylashgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizning mehmonxona qismi. Bu yerda o'zining yumshoq mebel, televizorlari bilan. Bu yerda esa oshxona qismimiz. Ko'rib turganlaringdek kerakli barcha mebel va texnikalar yaxshi sifatlisidan ta'minlab qo'yilgan. Ko'rib ichkalardan xolodilniklar ko'rib turganlaringdek yangisidan qo'yilgan. Bu yerda esa balkon qismimiz, uyimizda balkonimiz 1,5 uch balkon. Atı oynalar bilan ta'minlangan, qoldirilgan. Bolalar uchun dars xonasi yoki-da kerakli narsalarni saqlash uchun shkaf javonlar bilan ta'minlangan bo'ladi. Bu yerda glanejdan kirib kelish, razdelniy sanuzorimiz. Ko'rib turganlaringdek yumshoq xonamiz. Bu yerda esa hojatxonamiz, shaxtamiz ham ortga surilib, kengaytirilgan hojatxonamiz. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Uyimizning umumiy maydoni 8 metr kvadratdan iborat, 4 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan. Ko'rib turganlaringdek uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 2-kvartal mo'ljal dizayn kollej ro'parasida, Shirin chorrahasida joylashgan 2 xona Yevro ta'mirdan chiqqan ushbu uyimizda egalari videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalari bilan 73.500 AQSh dollar naqd so'rashmoqda. Ozgina kelishtirib beradigan joylari bor. Uyimizni naqd ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.